sen. Ya. İstersen şifta basın. Mazda sizga qanday qilishni topshirladingiz? Birinchi amalda ishlashdan ko'chirdik. Ha? Qanday jarayonda ishlashni? Keyin anasini Demak, birinchi bo'lib hammasini yozasizlar qarang. 1 qilasizlar 4 barob fundamental qobiliyatlar bilasizlar. Shundaylar. Chalabsa ham kelaveradi. Chalay yarasha topa olasizlar. Nima kiradi ichiga? Nima kiradi? Aytdim. ichiga maqsadi. Maqsad bir emas. O'sha qanday apparatligi? Shu laboratoriya qaysi qonunlar asosida ishlaydi? Hammasini jiddiy qilib beradi. Endi ishlatolmasanglar uyat borki. Demak, bu birinchi qismi, birinchi qismi. Ikkinchisi nimadir? Nima ekan? Ishning maqsadi. Yo'q. Bu ishning maqsadi. To'rt. Ichida nima ishtirok etgan? Qurilmalar. Kompressor, ha? Nima? Havo baki. Siz maqsadini nima qilib, qanday siz bulutlarni yozasiz? Qurilma haqida tanishamiz. Maqsadi keyin qurilmalar. Bu maqsad bu keladi. Mayli, o'sha o'rnida almashtirildi, farqi yo'q. Ne qilsangiz ham bo'ladi, ne qilsangiz ham bo'ladi. Demak, ikkinchisi mana 2. Ushbu laboratoriyani nimasi? Umumiy maqsadi. Nima savolga javob beradi bu? Bumi? Nega ushbu ishni o'rganyapmiz? Nega o'rganyapmiz? Shundan ikkinchisi, amaliyotda qayerlarda tatbiq qilinadi? Qayerda tatbiq qilinadi? Uchinchisi, muhimlik darajasi qancha? O'rtacharoq muhimmi, juda muhimmi? Qaysi jihatdan muhim? Shundaymi? Shu ish. Uchinchisi, demak o'sha qurilma tarkiblari. Laboratoriya qurilma tarkiblari. Tarkibidagi tarkiblar. Bu havo vaki, filtr nima ishni bajaradi? Yo'q. Qanday ishlaydi? Qanday ishlaydi? Va nima vazifa bajaradi? Mana havo kompressor. Qanday ishlaydi, nima ish qiladi? Shundaymi? Nima? Vazifa bajaradi. Ketdi. Mana shu bir varaq bo'ladi. Mana har bir punkt bo'yicha javob bo'lishi kerak. Aytib berishlaringiz kerak. Sizlar o'zingizga to'ldirasizlar. 2 nimani? Nima savol berganing? Birinchisi kitob. Xuddi o'zing kitob ismini nima qilasan? Ha? İzlesek de var izlesh kerak ishimiz. İzlesem muammo endi. Balki anaqa kirish ham muammodir. Vaqt Biz hozirlarimiz-ku, shunga biz kirishamizmi? Moslab qo'shaverasizlar. 2 nima? Ikkinchisi bu bog'lanish grafikini nimani ajratadi? Yo'q, 2 ishning bog'lash tartibi. Nima aytasizlar? Bu joyni o'zgartirishdan keyin mana bu yerda qurilmani qaysi ketma-ketlikda? Qanday ketma-ketlikda bajardinglar? Shuni yozasizlar. Shundaydan 1 manbaga o'raymiz. 2 anaqani qo'shamiz. 3 hisobni chiqaramiz. 4
model ishga tushiramiz 5, tuz kutib olsamiz 6, chiqirchani ko'taramiz 7, sekin 600 ga qo'yamiz 8, 3 minut kutamiz 9, boshlang'ich ma'lumotni olib olamiz 10, 600 ga oshiramiz 11, yana 3 minut kutamiz keyin 1,5 minut kutamiz yana 1,5 minut kutamiz 3 ta natija olamiz keyin 8 ga oshiramiz tushundinglar oxirida nima qilamiz O'chiramiz. 1 minutga uramiz oldik keyin nima qilamiz sekin o'chiramiz lampadan sug'uramiz Qanday olib qo'yamiz. o'shirgan bo'lsa xuddi shu tartibda O'shalarni yozasizlar ketadi bu ikkinchi farq ikkinchi punkt o'ldirildi 3-chi punkt ushbu muammolarga yakun xulosasi yo'q bayon qilish 3-chi punkt qanday yashirin mexanizm jadval keladi to'g'rimi jadval men aytgan uslubda bo'lishi kerak hozircha jadvalda bunaqa Dilnoz bilan Gulnoz Gulchehra yaxshi qilgan tushundinglar ikkalasi xuddi shuni aytish kerak jadval va grafik Shu 600 ga bitta olsak bo'ladi o'rtachasini. qanday 3 ta olganimizda deyarli. 3 ta necha o'rtacha bitta olasiz Shu bitta olib kelsak Shoni bo'ladi. o'zazdi o'rtacha ham yo'q qoldi. Ikki o'rtacha. va hokazo endi keyingisi mana 3 birni ko'rdim ikkini ko'rdim yozilgan 3 ta o'sha anaqa keladi jadval degan natija undan oldin 3-da bitta joy qismi bor mana bu yerda rasmni ham sizlarda yo'q shu Gulnoz nima degani rasmlar nima deyildi bir varaqga ha 6 ta anaqani joylashtirishingiz kerak qurilgan natijalaringizni rasm tushirdilar ekran ha 6 ta o'sha chindan oldinglarmi mana jadvalni havodan oldinglar shuni tekshirish demak rasm jadval grafik keladi keyingisi Bizda endi yana siz buni qaytadan o'rtasiga chiqasanda o'rtasiga Shunday odamlar bo'lmay kechasiz bo'ladi. Shuni qarash kerak. kecha o'zlari topasizlar bo'ladimi hozir ham o'ldirasizmi o'g'limni To'ldirasiz, hammasini orasiga qo'shib aytasiz. yo'q ketidan Yo'q, biz o'sha Birincisini shunday qabul qilib, keyingilardan o'g'irlab ketsa o'zi dars oxirigacha 3 ta 4 ta laboratoriya qila olasizlar qiladi sizda 22 ta laboratoriya qo'yilgan tasavvur sizlar o'tib keyin 4 bilan ushbu punkt yo bu bog'lanish grafiki nimani anglatadi? demak 4 masalan davomiyga o'sha davomdan qo'yadi mana bu davom hisoblaydi demak bog'lanish ha grafiki nimasi nimani anglatadi ma'ni anglatadi lekin yana bir joyini yozganman ushbu grafiklar ishlash aniqlash Bu ish asosida asosida. qanday yashirin mexanizm vot qanday ushbu natijalar va grafik asosida qanday yashirin qonuniyatlar yashirin va mexanizmlar yotadi ketdi 3-chi blok ham tugadi keyingisi 4-chi blok yakuniy blok xulosa shu hamma ko'rgan ishlarimiz ushbu ishlar natijalar asosida olinadigan nima xulosa va savol javob degan yo'q xulosalar bayon qiling va tavsiyalar mukammal yakunlaydigan xulosalar. demak mukammal yakunlaydi mukammal yakunlaydigan xulosalar
batafsil. Demak, birinchi ochaman. Dilnoza chiqdi. Fundamental qonun 3 ta tarkibini topdim. Bittasiga o'zgartirib. Ikkinchisi laboratoriya qurilma tarkiblari gapirilgan. Kompressor shu, balobatlar shu, balobatlar shu. Ketdi. Ikkinchisiga o'tdik. Ishni bajarish tartibini yozgan. Ishni bajarish tartibi yozilgan. Qadamma-qadam ketma-ket. Uchinchisi rasmi bor, davrada jadvali bor, grafiki bor. Ketma-ketlik. Birinchi eshitib oling. Birinchi grafikga, birinchi rasmga bo'lmaydi. Ketma-ketlik xuddi shunday bo'lishi. Keyingisi bog'lanish grafiki natijalar asosida nimani aniqlagan? Yashirin qonuniyatlar mexanizmlarni aniqlagan. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Qancha yana oshgan sari, aylanishda oshgan sari gradus ko'tariladi. harorat qanaqadir ko'tariladi. Nomi bor ilmiy tilda. Chiziqli emas lekin sakrab ko'tarilyapti deydi. Buni jipini aytiraveradi. Ketdi. Shularni asosida oxirida mana shu opsh qilingan ishlar chiroyli yakunlab olib berasizlar. Mana yopib qolgan hamma ishda, hamma laboratoriyada xuddi shunday ketma-ketliklar bajarasiz. Shunaqa xaritalar. Shundaylar endi ikkinchi laboratoriyada sxema tushuntirgandimki, o'sha sxema mana buni chekib ketadi. Mana shu birga ketadi. Qanday sxemaydi u? Ha? Sxemani bilan tushuntirib videosini tayyorlayman. Shundan savol. Endi oxirgisi shartni shunday qilish, mana Oybek eng sevimli savol. Oldinda yozish shartmi deydi. Qo'lga ikkita ha? Shunga javob. Nima o'ylaysizlar? Shartmi, shart emasmi? Shartmi? Hamma qo'shiladi? Hamma joyda. Qilganimizdan o'g'irlab chiqish azob. Azob davomini to'ldirasiz. Dilnozam to'ldiradi. Qolganini o'zidan qilib chiqadi. Biz ham xuddi shunday. Mana ko'mma qabul bo'lmaydi. Nima? Ko'ring qani? Kamchilik ko'pchilik. Bo'luvchilar